Ha, shu qo'llari ko'kargangacha siltab $385 sizlar uchun ko'ndirib qo'ydim. Koreyani yaxshi mahsulotga kelganmiz. Kotel, chotki narsa 18 talik. Akam $580 dan ko'chaga sotishar ekan. Biz uchun $500 dedilar. Okey, to'g'risini aytsam 450 dan pastga tushmoqchi emas edim. Ha, shu qo'llari ko'kargangacha siltab $385 sizlar uchun ko'ndirib qo'ydim. Akam 100 ta qo'yib berdilar. Konditsionniy kotel hisoblanadi, okey, Wi-Fi'li. Ozgina gazni hidi kelib tursa bo'ldi, yonaveradi. Bunisi 24 talik. $900 dan sotishgan ekan. Bizga 800 ga qilib beraman deydi. Mo'ljal qancha edi? 750. 690 ga sizlar uchun mashina orqali yurib ko'ndirib oldim. Bundan 80 ta qo'yib berdilar. O'zlarida servis, o'zlarida garantiya bor. Mana shu narsalarga 1 yil garantiya servis qilib berishadi. Italiyaning RBM firmasiga tegishli izolyatsiyasi bor metalloplastik turbalari $3 dan sotilgan metri sizlar uchun $1.7 ga ulgurib olinglar. Turkiyaning stabilizatorlari bor. 500 wattdan 30 kilovattgacha 25% skidkada. Santexnikada kerak bo'ladigan vannalar, unitazlar o'zlari distributor bo'lganligi uchun garantiya, servis, hamma narsalarni qilib berishadi. Hazlamat bo'lsa, esimdan chiqib qolgan narsalarni opsiyaga yozib ketamiz.